Men uchun qadrlisan. Xafa bo'lishingga yo'l qo'ymayman. Boshqa joningga qasd qilishga urinma. Borligingiz menga kuch beradi, hukmdorim. Doim yonimda ekaningizni his qilaman. Inshaalloh oilangda huzur topasan. Volidam, Gavharxon qayerda? Xonasida, hozir keladi. Sulton Murod. Bugungacha doim siz xohlagan yo'ldan yurdim. Sizning volidamning istiqboli uchun o'zimni, qalbimni unutdim. Orzularimni esdan chiqardim. İlk bor o'zim uchun bir narsa so'ragandim. Men ham bu dunyoda baxtli bo'lay. Tub qo'yib, palak yozay degandim. Bunga yo'l qo'ymadinglar. Jahl nafaqat ko'zingizni, qalbingizni ham ko'r qilibdi. Siz vijdoningizni, adolatingizni qachon yo'qotdingiz, Murod? Meni, ukamni nima qildingiz? Lekin bu safar yo'l qo'ymayman. Bu safar taqdirimga hukmingiz o'tmaydi. Gavharxon! Yaqinlashmang. Nima qilyapsan, qizim? To'xtang, opa. O'tinaman, xanjarni tashlang, iltimos. Xanjarni tashlang, Gavharxon! Yaqinlashmang. Opa, unday qilmang. Hech qachon baxtli bo'lmadim, aytiki. Ilohim, sen baxtli bo'l. Gavharxon! Gavharxon! Opa! Opa! Gavharxon! Soqchilar! Tabibni chaqiringlar! Ey kurashlarga o'ch xilqat, ey ma'nodan mahrum qiyofa, ey mavjuddek ko'ringan yo'qlik, fikr qil. Ushbu oyatni o'qi. Ular ortlaridan qanchadan qancha bog'-rog'larni va buloqlarni qoldirdilar. Podshoh ekaningni unut, o'lim haq, o'lasan. O'lganingdan so'ng tuproqqa qo'yilasan. Shuni o'yla, fikr qil. Ushbu oyatni o'qi. Ular ortlaridan qanchadan qancha bog'-rog'larni va buloqlarni qoldirdilar. Ey yolg'onchi nafs, tuban maxluq, chirkin qalb, kelajaging mavhum, hayoting o'tkinchi. Fikr qil. Ushbu oyatni o'qi. Ular ortlaridan qanchadan qancha bog'-rog'larni va buloqlarni qoldirdilar. Doim qalbi go'zallarning yonida bo'l. Oqibatini o'yla. Sening qalbing chirib bo'ldi. Fikr qil.
ushbu oyatni o'qi. Ular ortlaridan qancha bog'-rog'larni va buloqlarni qoldirdilar. Mayli sening bog'-rog'laring bo'lsin, saroylar u qasrlaring bo'lsin, lekin o'limga yo'liqqaningda nima qilasan? Unga bas kela olasanmi? O'limni to'xtata olasanmi? Sen ham qabrga ko'milishing muqarrar, fikr qil. Ushbu oyatni o'qi. Ular ortlaridan qancha bog'-rog'larni va buloqlarni qoldirdilar. Ey odamlarning tobutlarini tomosha qiluvchi kimsa, uzoq